bu konsert g'oyasi mendan chiqmadi, lekin men o'zim niyat qilib yurardim, shu bir she'riy konsert bersam. Bu paytgacha berganmiz, sizlarga birinchi marta emas bu aslida. Shu paytgacha ham Goten'da bo'lgan, mana so'z loyihasida ham konsertlar bo'ldi, taqdimotlarimizda bo'lgan, o'sha Sumbularni taqdimot, o'zimning kitobim. Bunda ham tipi odamlar bilan uchrashuv, katta odamlar jamoatchilik kelgan. Endi bu she'riy konsert bitta farqli tomoni bu pullik xolos. Ya'ni pul to'lab shu 1 soatlik yoki 1,5 soatlik vaqtga pul to'lab she'r eshitaman degan auditoriyaga keladi. Avval shunchaki bepulga adabiyot ixlosmandlari kelishgan. Shunisi yangilik. Keyin yana bitta tarafi teatrda bo'lyapti. Bu baribir ozgina sahnalashgan, lekin asosan o'sha shoir she'r o'qiydigan, faqat shoirni tinglanadigan, shoir bilan muloqot qilinadigan kecha bo'ladi. Musiqa bor, ya'ni jonli bo'ladi, faqat ya'ni menga jo'ravozlik qiladi, gitara chalib turadigan rocker yigitimiz bor, o'sha kishi va ora-orada o'zi ham qo'shiqlar kuylaydi. Jonsiz narsa yo'q boshqa. Unaqa orqaga musiqa qo'yib, unaqa narsalar yo'q, faqat jonli. Buni fikri bitta yigitdan chiqdi, o'sha prodyuserlik qilyapti, ish tashkil ishlariga yordam berib, men tashkil ishlariga umuman yo'qman. Bu narsalar ijodkor uchun qiyin, o'zi bilet sot, reklama, boshqa narsalar. Lekin shu yigitimiz yordam berayotgani uchun shunga jur'at qilib boshladim. Qanaqadir konseptual konsertmi endi bu? Konsepsiyasi bormi? Albatta, chunki nomi tug'ilgan kun deb nomlanadi. Bu yoqda bo'limlari bor, konsert 3 ga bo'linadi. Shu tug'ilgan kun nomidan kelib chiqib, sahnani o'zining maxsus dekoratsiyasi bor, bundan kelib chiqqan holda bo'ladi sahnada. Qanaqadir chiqishlar bo'ladi, lekin asosan o'sha shoirdan, she'rdan e'tiborni chalg'itmaydigan holatda. Ya'ni bu she'riy spektakl emas. Ammo konsepsiyasi bor. Konsert o'sha bekorga tug'ilgan kun deb nomlamagan, o'zining kirishlari, chiqishlari va maxsus 3 qismga bo'linadi konsert. O'sha tug'ilgan kun nomidan kelib chiqqan holda, ya'ni men u yoqda aytmoqchi bo'lgan gapim bor odamlarga, faqat she'rlar emas, shu bo'limlaridan ham konsertni aytmoqchi bo'lgan gapim bor, ammo buni hozir ayta olmayman. Aytmasangiz ham, demak shunga atab maxsus she'rlar yozdingiz-da, to'g'rimi? Maxsus she'rlar emas. O'zi bilasizmi, har bir ijodkorni ma'lum bir dunyoqarash pallasida yozilgan she'rlari bo'ladi. 20 yoshingizda yozilgan she'rlaringiz bilan 25 yoshingizdagi dunyoqarash pallasi farq qiladi. Xuddi mana shunaqa bu ko'proq davriylikdagi olingan she'rlar, lekin maxsus she'r konsert uchun yozilmagan. Yaxshi, qani bo'lmasam, endi konsertda e'lon qilinadigan she'rlar bo'lmasa ham boshqa she'rlaringizdan muxlislar uchun o'qib bering. O'zi hayotning ma'lum bir davrida odamning paradigmalari o'zgaradi. Shunday. Sizda ham shu jarayon ketayotgan bo'lsa kerak. Ha, yana ketyapti. Aqlingiz yanada to'lishib, tajribangiz ortayotganidan dalolatda bu. Shu avvalgi bilan o'sha ma'noli emas menga. Avvalgi yozadigan uslubim ham, avvalgi o'zingizni boshqacha ko'rgingiz kelyapti. Ha, shunaqa. Qaysi biri ko'proq lekin yaxshi tillansa, endi oldingizmi yo hozir intilayotganingizmi? Menimcha biz har doim o'sib boramiz. Yaxshi tomonga, demak. Ha, shunaqa deb o'ylayman. Mayli, endi ko'proq mana bahor fasli bizni ko'proq yoshlar kuzatadi. Maysa. Azizim, tog'larga tushdi qor. Kel qo'lingdan tutay. Qo'llaring taftini ber menga. Oq oydin yo'lda qo'lingdan tutib, o'sha cho'qqiga yetay. Azizim, lahzani ushlab ol. U hozir bolalar yasagan, qor bo'ronda otgan qor tosh kabi yog'ar qo'lingga, yo'lingga. Azizim, dunyoni kes. Chirpirak qil dunyoni. Qayda moviy qushlar bor? Qayda oydin bug'ular? Yotganmikin kalta kesak inida? Xaslarning ostida nima bor? His qilib ko'r azizim. Xaslarning ostidagi o'sha moviy his bo'lgim kelar. Gizli, parqu va yoyiq. Azizim, qor ostidagi maysani yupat. Silab qo'y yuzimni silagan kabi. Asosiysi maysa yupatmoq. Shekspir aytgandi, eng muhimi toptab o'tmaslik maysani. Dunyo chirpirak bo'lib aylanadi shu so'z ichida. Kel tavof qilaylik uni, dunyoni, so'zni. Eng go'zal ishq gizli va nozik.
eng go'zal his inja va parqu, eng nozik ishq va his maysa. Azizim, kaltakesakni o'pganingdagi o'sha nozik lahzani keltir. Lablarim qonsinlar lahza ta'mida. Cho'qqi yuksakligin sezayin. Azizim, ko'z ilg'amas narsani, masalan, qushlar sayrog'in keltir qalbimga. Dugonam aytgandi. Odamlarning o'ylari xalaqit beradi qush sayrog'iga. Azizim, maysa, maysa. Darvoqe, o'simlik va hisning ismi Matilda. Nerudaning dilbar sevgisi. Ishqimizning ko'z ilg'amas hissidir maysa. Ko'z ilg'amaslik dunyo oqib yotar bu hisda va ishqimiz bir ummon kabi. Azizim, kaltakesakni o'pganingdagi lahzani keltir, yuragim qonsin. Eng nozik hislarni toptab o'tmasin dunyo, qo'llaring taftidan qo'llarim yonsin. Maysa toptamoq, taftni o'ldirmoqlik va manguga muz qotgan qo'llarimizdir. Munosabatlar eng nozik hisda yashirin. Ko'z ko'rgan narsani avaylash mumkin, o'ylash mumkin, dunyoni ushlab turibdi tog'lar. Tog'larni yerning ustini deb bilgan kabi odamlar. Lek ko'z ilg'amas narsani, hisni toptashdan vayron bo'ladi dunyo. Vayron bo'ladi inson. So'nadi taftlar, ungan sevgilar. Bir do'stim bor. Ruhimning do'sti. Garchi ko'rmoqqa ko'zim yo'q, nafratlanmoq istab qalb va aqlla ruhim bilan intildim unga. Nafrat istab qalb va aqlla ruhim bilan sevaman, sevgim. Azizim, biz u bilan maysani toptab o'tdik. Azizim, bilmagandik munosabatda muhimi maysa. Azizim, azizim, maysani yupat. Azizim, azizim, maysa, maysa. Katta rahmat. Juda ham go'zal she'r. Tilansor, endi bizni kuzatayotgan muxlislarga bir aytib o'tib ketingda, savol tug'iladi. O'zi 7-mart kuni bo'lib o'tadigan konsert qayerda bo'lib o'tadi? O'sha teatrning nomi, manzili? Bu teatr Millat teatr deb nomlanadi, yangi ochilgan, shaxsiy tashabbus bilan Olmos Temur degan teatr va kino aktyori tomonidan ochilgan. Alisher Navoiy ko'chasida, o'sha O'rdada, O'rda anhorini ro'parasida, deyarli ro'parasida, o'sha Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan bitta qator shu yonidagi binoda Kamerniy teatr, manzil Alisher Navoiy 2-1 ko'cha. Shu 7-mart soat 19da kutamiz. Barchangizni biletlar uchun menga kontakt berishim mumkin yoki meni kontaktimni qoldirsangiz menga bog'lansalar. Kommentariyada beramiz. Kommentariyada. Xo'p, katta rahmat, ijodingizga omad. Yana sizdan yangi ijod namunalarini kutamiz va kanalimizda yana intervyularingiz, she'rlaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling.